Zakazlarimizni upakovka qildim. Xudo xohlasa bu zakazimizni yakka bog'li qizimizga. Qizlarjonlar, mana upakovka qilib bo'ldim. Keyin men sizlarga bitta yangiligim bor edi. Buni sizlarga oldinroq e'lon qilganman. Mana zakazlar, shularni chiqarib yuboraman. Mana shu jajamalarni yakka bog'ga chiqarib yuboramiz. Mana vizitkalarimiz bilan chiroyli qilib logolarimizni qo'ydik. Qizlar, mana upakovka paketim. Esinglarda bo'lsa, men bunga yangilik kiritganman. Ya'ni nima yangilik? Mana shunaqa chiroyli taklifnomacha. Bu qanaqa bo'ladi? Qizlarjonlar, bu taklifnomamizda qaranglar, mana bu joyiga kuyovimizni, bu joyiga kelinimizni ismlari bo'ladi. Qaranglar, qanaqanday buyishli narsa. O'ylab topganman. Bu narsani hali hech qayerda yo'q. Men o'zim o'ylab topdim. Bu yerda kuyovimizni, bu yerda kelinimizni ismlari bo'ladi. Chiroyli qilib hozir shuni ham videosini qo'yaman sizlarga. Ko'ringlarchi, qanaqa bo'lar ekan. O'zingizlarning fikringizni qoldiringlarchi. Nima deb o'ylaysizlar? Shunaqa qilganim yaxshimi? Sizlarga yoqdimi?